Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yangi tartib kuchga kirishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, yaqinlari, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy yordamga muhtoj insonlar uchun ham juda muhim. Chunki bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik, bitta arizani yozmaslik yoki o'z huquqini bilmaslik odamni oyma-oy olishi mumkin bo'lgan puldan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kimga qo'shimcha to'lov beriladi? Kimlarga avtomatik hisoblanadi? Kimlar albatta murojaat qilishi kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi holatlarda to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklar ko'pchilikka vaqtida yetib bormaydi. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha murojaatlarni kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha pulni ham bilmay yuradi. Masalan, pensioner asosiy pensiyasini oladi. Lekin unga yoshiga, nogironlik holatiga, yolg'iz yashashiga, parvarishga muhtojligiga yoki boshqa ijtimoiy mezonlarga ko'ra qo'shimcha to'lov ham tegishli bo'lishi mumkin. Ammo fuqaro buni bilmasa, hech kim har oy uyiga kelib, sizga yana pul bor edi deb eslatavermaydi. Avvalgi tartibda ko'plab holatlarda qo'shimcha to'lovlar hujjat asosida, alohida tekshiruv asosida yoki fuqarolarning murojaati bilan tayinlanardi. Ya'ni odam pensiyasini olayotgan bo'lsa ham. Ayrim ustamalarni olish uchun tegishli ma'lumotnoma, ariza, tibbiy xulosa, yashash holati bo'yicha tasdiq yoki oilaviy tarkib haqida hujjat talab qilinardi. Shu sababli ayrim pensionerlar yillar davomida faqat asosiy pensiya bilan qolib ketgan. Endi 1 avgustdan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda, pensionerlarga tegishli qo'shimcha to'lovlar aniqroq hisoblanishi, ehtiyojmand qatlamlar ko'proq qamrab olinishi, ayrim to'lovlar avtomatlashtirilishi va ayrim holatlarda fuqarolarning murojaati tezroq ko'rib chiqilishi kerak. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. Hamma pensionerga bir xil miqdorda bir xil pul qo'shib beriladi deb tushunib qolmaslik kerak. To'lovning turi, miqdori va olish tartibi pensionerning holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro bilan nogironligi bo'lgan pensionerning qo'shimcha to'lovi bir xil bo'lmasligi mumkin. Yolg'iz yashaydigan, doimiy parvarishga muhtoj keksaning holati esa farzandlari bilan yashaydigan va mustaqil harakatlana oladigan pensionernikidan farq qiladi. Shuning uchun men bugun sizlarga har bir holatni alohida ochib beraman. Birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy e'tibor berish kerak? Menimcha quyidagi toifadagi fuqarolar albatta o'z hujjatlarini tekshirtirishi zarur. Yoshga doir pensiya olayotgan pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilada yashaydigan pensionerlar, 40 yoshdan oshgan keksalar, doimiy parvarishga muhtoj shaxslar, urush va mehnat faxriylari. Shuningdek, pensiyasi eng kam iste'mol xarajatlarga yaqin bo'lgan fuqarolar. Bu yerda men oddiy misol keltiraman. Aytaylik, Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli otaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kishi o'g'li bilan ro'yxatda turadi, lekin amalda yolg'iz yashaydi. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi, har doim yordam bera olmaydi. Otaxon kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat uchun pul sarflaydi. Agar uning holati hujjatlar bilan to'g'ri tasdiqlansa, u qo'shimcha ijtimoiy to'lov yoki yordam turiga da'vogarlik qilishi mumkin. Lekin ro'yxatda o'g'li bilan bir joyda turgani sababli tizim uni avtomatik ravishda yolg'iz deb ko'rmasligi mumkin. Demak, bu holatda fuqaroga o'z murojaat qilish, mahalla orqali haqiqiy yashash holatini tasdiqlash va tegishli idoraga ariza berish muhim bo'ladi. Ikkinchi misol, 67 yoshli onaxon nogironlik pensiyasini oladi. Uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin u doimiy ravishda dori ichadi, yurishi qiyin. Tibbiy xulosasida parvarishga muhtojligi ko'rsatilgan. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yoki tegishli tibbiy hujjatlar mavjud bo'lsa, unga ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar belgilanishi mumkin. Ammo xulosa muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov tayinlanmay qolishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar hujjat muddati, nogironlik guruhi va parvarishga muhtojlik holatini tekshirtirib olishi kerak. 3 misol.
bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Oilada voyaga yetmagan farzand yoki kunduzgi bo'limda o'qiyotgan talaba bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar talaba umrindagi yoshdan oshgach to'lov avtomatik to'xtaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda kunduzgi ta'limda o'qiyotganligi tasdiqlansa, to'lov davom ettirilishi mumkin. Ammo talabalik haqida ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qoladi yoki kechikadi. 1 avgustdan keyingi qo'shimcha to'lov masalasida ham shunday. Agar fuqaroning maqomi tizimda to'g'ri ko'rilmasa, to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik guruhi, yashash manzili, bank kartangiz yoki naqd olish tartibingiz to'g'ri bo'lsa, sizga tegishli to'lovlar ko'p hollarda tizim orqali hisoblanadi. Lekin men baribir bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki amaliyotda familiya xato yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, bank kartasi eskirgan, plastik karta yopilgan yoki pensiya ishi eski manzilda qolib ketgan holatlar ko'p uchraydi. Eng ko'p uchraydigan savol, qo'shimcha to'lov miqdori qancha bo'ladi? Bu savolga yagona raqam bilan javob berish noto'g'ri bo'ladi. Chunki qo'shimcha to'lovlar bir necha turga bo'linadi. Ba'zilari pensiya miqdoriga foiz sifatida qo'shilishi mumkin. Ba'zilari qat'iy belgilangan pul ko'rinishida bo'ladi. Ba'zilari esa kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam sifatida beriladi. Masalan, bir pensionerga 100 ming so'm atrofida ustama chiqishi mumkin. Boshqa biriga 300 ming so'm yoki undan ko'proq qo'shimcha yordam tayinlanishi mumkin. Yana bir fuqaro esa mezonlarga mos kelmasa, faqat asosiy pensiyasini olishda davom etadi. Buni tushunish uchun yana raqamli misol keltiraman. Agar pensionerning asosiy pensiyasi 1 million 1 ming so'm bo'lsa va unga ma'lum toifa bo'yicha ayni foizlik ustama belgilansa, qo'shimcha miqdor 1 ming so'm bo'ladi. Agar boshqa toifadagi pensionerga qat'iy 200 ming so'mlik qo'shimcha to'lov belgilansa, uning pensiyasi 1 million 100 mingdan 1 million 300 ming so'mga chiqadi. Agar fuqaro bir vaqtning o'zida ikki turdagi imtiyozga ega bo'lsa, hammasi ham qo'shilib ketavermaydi. Ba'zi to'lovlar bir-birini istisno qiladi, ya'ni yuqoriroq miqdordagi bittasi tanlanadi. Shuning uchun hujjatingizni tekshirtirmasdan qo'shnimga shuncha tushdi, menga ham shuncha tushishi kerak deb xulosa qilish noto'g'ri. Yana bir muhim masala, qo'shimcha to'lov hamma joyda bir kunda tushmasligi mumkin. Pensiya to'lovlari bank, pochta, xalq banki, elektron tizimlar va hududiy bo'limlar orqali amalga oshiriladi. Ba'zi pensionerlar oy boshida oladi, ba'zilari oy o'rtasida, ba'zilar jadval bo'yicha keyinroq oladi. Agar 1 avgustdan kuchga kirsa, bu pul aynan 1 avgust kuni ertalab kartaga tushadi degani emas. Hisob-kitob avgust oyi pensiyasiga qo'shib berilishi yoki keyingi to'lov siklida qayta hisoblab berilishi mumkin. Eng muhimi, tayinlangan sana va hisoblangan oy to'g'ri bo'lishi. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Men amaliyotda ko'rgan eng katta xatolardan biri pensioner manzilini o'zgartiradi, lekin pensiya bo'limiga yoki ijtimoiy himoya organlariga xabar bermaydi. Natijada uning ma'lumotlari eski mahallada turadi. Yangi mahallada esa u ko'rinmaydi. Agar qo'shimcha to'lov ehtiyojmandlik, yolg'iz yashash, oila tarkibi yoki yashash sharoiti asosida berilsa, manzil noto'g'ri bo'lgani uchun to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi. Ko'plab pensionerlarning kartasi muddati tugagan bo'ladi yoki karta bloklangan bo'ladi. Pensiya tushmay qolganda odam darrov qaror bekor bo'libdi, pul berilmayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo kartada bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankka borib, karta faolmi? Hisob raqami to'g'rimi? Pensiya uchun ochilgan hisob yopilmaganmi? Tekshirtirish kerak. Uchinchi jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov hisoblangandan keyin ham uning bir qismi ushlab qolinish ehtimoli mavjud. Albatta, ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlaridan ushlab qolish mumkin emasligi bo'yicha alohida qoidalar bor. Lekin har bir vaziyatni hujjat asosida ko'rish kerak. Agar sizga tushgan pul kutilganidan kam bo'lsa, darrov vahima qilmang. Avval pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. 4-jihat, bir nechta to'lovni bir vaqtda olish. Masalan, pensioner nogironlik bo'yicha ham, yoshga doir ham, ayrim faxriy maqom bo'yicha ham huquqqa ega bo'lishi mumkin. Ammo qonunchilikda odatda bir shaxsga bir turdagi asosiy pensiya tayinlanadi. Qo'shimcha ustamalar esa belgilangan mezon asosida hisoblanadi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. O'zingizcha hisoblab.
menga 3 ta to'lov chiqishi kerak demang. Har bir to'lovning huquqiy asosi bor. 5-jihat hujjat muddati, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, parvarishga muhtojlik bo'yicha xulosa, ishonchnoma. Vakillik hujjati muddati tugagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Ayniqsa pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma orqali olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati juda muhim. Muddati tugagan ishonchnoma bilan na bankdan, na pochta orqali pulni olish oson bo'lmaydi. 6-jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar pensiya va qo'shimcha to'lov haqida xabar tarqalsa. Ayrim noinsof odamlar pensionerlarga telefon qilib, sizga qo'shimcha pul chiqarib beraman. Karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotingizni yuboring deb aldashga urinadi. Men buni qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Hech qaysi davlat idorasi sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar kimdir pul chiqarib beraman deb oldindan haq talab qilsa, bu ham shubhali. 7-jihat. Pul avtomatik tushmagan bo'lsa, huquq yo'q degani emas. Ba'zan tizimda ma'lumot yo'qligi sababli pul tushmaydi. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa oila a'zolari ham bor yoki nogironligi bor, lekin elektron bazada yangilanmagan yoki u boshqa hududdan ko'chib kelgan. Bunday holatda murojaat qilinsa, huquq tasdiqlansa, to'lov keyingi oylar uchun qayta hisoblanishi ham mumkin. Lekin buning uchun ariza va hujjat kerak. Endi men sizga aniq bosqichma-bosqich yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va to'lov tarixingizni tekshiring. Agar kartaga olsangiz, bank ilovasidan yoki bank bo'limidan oxirgi tushumlarni ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov vedomosti yoki kvitantsiyani saqlab qo'ying. Siz har oy qancha olayotganingizni aniq bilmasangiz, qo'shimcha pul qo'shildimi yoki yo'qmi buni tushuna olmaysiz. Ikkinchi qadam, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya mas'ullari bilan bog'laning. O'zingiz yashayotgan tuman yoki shahar bo'yicha mas'ul idoraga boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizni yuboring. Lekin vakil orqali murojaat qilinsa, pasport nusxasi, ishonchnoma yoki vakillikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy qilib shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi pasport ma'lumotim falon manzilda yashayman. Yoshga doir pensiya yoki nogironlik pensiyasi olaman. 1 avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, menga tegishli ustama va kompensatsiyalar mavjudligini tekshirishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlagan ma'qul. Bittasini idoraga topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib o'zingizda olib qolasiz. 4-qadam, hujjatlarni to'plang. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli hujjatlar, o'qiyotgan farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, parvarishga muhtojlik bo'lsa, tibbiy xulosa. Hamma hujjatni oldindan nusxa qilib olib boring. Shunda vaqtingiz tejaladi. 5-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ayrim ijtimoiy yordam va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha mahalla ma'lumotlari muhim rol o'ynaydi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim sizning haqiqiy yashash holatingiz, yolg'iz yashashingiz, moddiy ahvolingiz, parvarishga muhtojligingiz bo'yicha ma'lumot berishi mumkin. Shuning uchun mahallada siz haqingizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Bu juda muhim. Og'zaki ravishda sizga to'g'ri kelmaydi, berilmaydi deyishsa, sababini yozma shaklda so'rang. Chunki yozma javobda qaysi band, qaysi hujjat, qaysi sabab bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Shundan keyin xatoni tuzatish osonlashadi. Masalan, hujjat yetishmayotgan bo'lsa, olib borasiz. Ma'lumot bazada ko'rinmayotgan bo'lsa, yangilatasiz. Agar qaror noto'g'ri bo'lsa, yuqori tashkilotga shikoyat qilish mumkin. 7-qadam. Oilangizdagi pensionerlarni ham tekshiring. Ko'p hollarda farzandlar ota-onasining pensiyasi bilan qiziqmaydi. Ota-ona esa uyalib yoki bilmagani uchun idoraga bormaydi. Natijada to'lovlar yillar davomida kamaygan yoki noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizdan, buvingizdan, bobongizdan so'rang. Pensiyangiz qancha tushyapti? Hujjatlaringiz joyidami? Karta muddati tugamaganmi? Qo'shimcha to'lov haqida murojaat qildingizmi deb ko'ring.
8-qadam telefon orqali kelgan xabarlarga ishonib qolmang. Faqat rasmiy manbalarga tayangan holda ish qiling. Rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla va bank orqali tekshirish eng to'g'ri yo'l. Telegramdagi noma'lum kanal, begona odamning ovozli xabari yoki ijtimoiy tarmoqdagi tasdiqlanmagan post asosida bank ma'lumotlaringizni bermang. Men yana bir amaliy misol aytaman. Bir onaxon 1.300.000 so'm pensiya olib yurgan. Unga qo'shimcha to'lov chiqishi mumkinligini qo'shnisi aytgan. Onaxon qizi bilan pensiya jamg'armasiga borgan. Tekshiruvda ma'lum bo'lganki, uning nogironlik bo'yicha hujjat tizimida eski holatda turibdi. Yangi xulosa kiritilmagan. Hujjat yangilangandan keyin unga tegishli ustama qayta ko'rib chiqilgan. Demak, muammo qarorda emas, hujjatning bazaga kiritilmaganda bo'lgan. Yana bir misol. Bir otaxon pensiyasiga pul qo'shilmadi deb bankka borgan. Bank tekshirsa, karta muddati tugagan, yangi karta ochilgan, lekin pensiya hisob raqami eski kartaga bog'lanib qolgan. Otaxon yangi karta ma'lumotini pensiya bo'limiga yetkazgach, keyingi to'lovlar to'g'ri tushgan. Shuning uchun har doim masalani bosqichma-bosqich tekshirish kerak. Avval bank, keyin pensiya ishi, keyin hujjatlar, keyin ijtimoiy maqom. Yana bir vaziyat, pensioner ro'yxatda farzandi bilan turadi, lekin farzandi chet elda. Tizimda u yolg'iz emas deb ko'rinadi. Bunday holatda mahalla dalolatnomasi haqiqiy yashash holati, farzandning uzoqda ishlashi yoki yashashi bo'yicha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shundan keyingina qo'shimcha yordam masalasi qayta ko'riladi. Demak, har bir holatda hujjat haqiqatni ko'rsatishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, 1 avgustdan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasi juda muhim. Lekin eng asosiy fikr shuki, hamma pensionerga bir xil pul tushadi deb kutmaslik kerak. Kimga qancha to'lov chiqishi uning pensiya turi, ijtimoiy maqomi, nogironlik holati, yosh darajasi, oilaviy sharoiti, yashash manzili va hujjatlarining to'g'riligiga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya tushumlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni yangilang, kartangiz faol ekanini biling. Mahalladagi ma'lumotlaringizni to'g'rilang va kerak bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qiling. O'z huquqingizni bilsangiz, sizga tegishli pulni vaqtida olasiz. Bilmasangiz, to'lov kechikishi yoki umuman chiqmay qolishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi ma'lumotlarni albatta ularga yetkazing. Izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday tushuntirish berilmoqda? Pensiyangizga qo'shimcha pul tushdimi? Yoki hali kutyapsizmi? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak.